Yurtimizda sportni rivojlantirish, ayniqsa yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilayotgan e'tibor yildan-yilga ortib bormoqda. Zamonaviy sport inshootlari barpo etilayotgani, turli musobaqalar muntazam tashkil etilayotgani buning amaliy ifodasidir. Biatlon sport turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqa ham yosh sportchilarni bir maydonga jamladi. Tezlik va aniqlikni o'zida mujassam etgan ushbu bellashuv tafsilotlari navbatdagi lavhamizda o'rin olgan. Ko'p vaqtgacha harbiylar sporti hisoblangan biatlon bugun shiddatli sport turiga aylanib ulgurdi. Uning asosiy xususiyati ikki xil ko'nikmaning uyg'unligida. Bir tomonda yuqori tezlikdagi chang'i poygasi, ikkinchi tomonda esa to'liq diqqat va barqarorlikni talab qiladigan nishonga otish jarayoni. Aynan shu qarama-qarshilik biatlonni boshqa sport turlaridan ajratib turadi. Yurtimizda o'tkazilgan navbatdagi musobaqa ham biatlonning aynan shu murakkab jihatlarini namoyon etdi. Mutaxassislar bunday musobaqalar yoshlar o'rtasida qishki sport turlariga qiziqishni oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlamoqda. O'zbekiston biatlon federatsiyasi hamda vatanparvar tashkiloti tomonidan uyushtirilgan mazkur musobaqada respublikaning ko'pchilik hududlaridan 50 dan oshiq sportchilar ishtirok etishdi. Sportchilarimiz 3 ta yosh toifasida musobaqalarda qatnashdilar. Mazkur musobaqani tashkil etishdan maqsad sportning olimpiya turlari dasturiga kiritilgan qishki biatlon bo'yicha o'zbekistonlik sportchilarni jalb qilish hamda kelajakda olimpiada litsenziyalarini qo'lga kiritib, o'zbekistonlik sportchilarning ham jahon arenalarida olimpiada musobaqalarda ishtirok etishlarini ta'minlashdan iboratdir. Bellashuv davomida sportchilar nafaqat jismoniy chidamlilik, balki ruhiy barqarorlik sinovidan ham o'tdi. Ishtirokchilar belgilangan masofani chang'ida bosib o'tib, maxsus marralarda nishonga o'q uzish orqali kuch sinashdi. 5 aylana juda ham qiyin bo'ldi. Gorkadan chiqib tushishimiz, yiqilishlar bo'ldi, yiqildik, turdik, yana uchib ketdik. Keyin otishga kiramiz, otish ham yaxshi. Biatlon sport turi juda ham xavfli, ham qiziqarli. Qiziqarligi qorda maroqli-da. Tez uchishga avvalo qiziqib uchasiz. Bu sport turi o'zimga yoqadi. Shu sport turini o'zim xohlab tanlaganman va bu sport turida birinchi o'rinni olib kelmoqdaman. Kelajakda 2028-yil Olimpiadaga chiqish niyatim bor. Har bir start, har bir aniq zarba yoshlarni sportga, sog'lom turmushga va intizomli hayotga undaydi. O'tkazilgan ushbu musobaqani nafaqat bellashuv maydoni, balki kelajak avlodni sport ruhiga oshno qiluvchi maktab deb atash mumkin.